2 milliard odam dunyoni har xil chekkasidan bir-birini tanimagan holatda aynan shu tomonga yuzlanib boshini sajdaga qo'yadi. Bu Makka 1400 yildan beri uxlamaydigan shahar. U doim tirik. Bu yerga yiliga 30 milliongacha odam tashrif buyuradi. Lekin bu turistik shahar emas. Chunki odam bu yerdan nimanidir olib ketish uchun emas, nimanidir tashlab ketish uchun keladi. Bu shaharda insonni ajratib turadigan belgilar ishlamaydi. Til, pasport, lavozim, cho'ntagingizdagi pul, bularning barchasi tashqarida qoladi. Bu yerda faqat inson va uning niyati bor, qalbning niyati. Bu videoda biz musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan ikki shaharga boramiz. Musulmonlar birinchi jamiyati paydo bo'lgan shahar Madina al-Munawvara. Islom tarixidagi birinchi masjid va islom markazi bo'lgan Masjidul al-Nabaviyya qanday muhimlikka ega ekanligini tushunamiz. Islom tarixini ketma-ketligi orqali birinchi umra qanday amalga oshirilgan, qanday qilib kichik musulmonlar jamiyati hududning eng yirik kuchiga aylangani va Makka qanday qilib musulmonlar qo'liga o'tganligini Makka shahriga umra qilib ko'rsatamiz.